Bobojon Po'latov prokurorlar orasida muzorasiz nemis taxallusi va ishda halolligi bilan tanilgan rahbarlardan biri. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri general-leytenant Do'stlik va ikkinchi darajali shon-sharaf ordenlari sohibi Bobojon Po'latov Ro'zaqovich 1961-yil 1-yanvar kuni Xorazm viloyatining Bog'ot tumanida nufuzli oilada tug'ilgan. Otasi Bog'ot tumanining birinchi kotibi, onasi esa ijroiya qo'mita raisi bo'lib ishlagan. 1982-yil Toshkent davlat universitetining huquqshunoslik fakultetini imtiyozli diplom bilan tamomlagan yagona talabasi bo'lib, o'z ish faoliyatini 1982-yil Go'rland tumani prokurorining yordamchi lavozimida boshlagan. Keyinchalik Xorazm viloyati prokuraturasi nazorat bo'limi boshlig'i va Go'rland tumani prokuror lavozimlarida ishladi. Bobojon Po'latov xalq ishonchini qozonib, adolatli qarorlar bilan tanilgan. 2000-yilda bosh prokuror o'rinbosari, 2012-yil Xorazm viloyati hokim lavozimlarida ishlagan. 2017-yil ichki ishlar vaziri etib tayinlanib, huquqni muhofaza qilish tizimiga yangi standartlarni olib kirdi. Uning rahbarlik davrida ichki ishlar tizimi modernizatsiya qilindi. Jamiyatda qonun ustuvorligi ta'minlashda katta islohotlarni amalga oshirmoqda. Shu bilan birga ba'zi islohotlarni amalga oshirish jarayoni uzoq vaqt davom etgani uchun ham tanqidlar ham bo'lib o'tgan. Bobojon Po'latov ichki ishlar vaziri sifatida yana qanday ishlarni amalga oshirish kerak? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va sahifamizga obuna bo'ling.